Azizlar, hech kimni boshiga mana shunaqa kislorod bilan yotishlar boshiga tushmasin azizlar. Havo berib turadi, o'zingizlar bilasizlar, bu ham palon-pul turadi. Hozir bir xonadonga keldim. Yoshi katta 60 ga kirgan ayol ekan. Vesi, vazni 200 dan ham oshib ketgan ekan. Shu insonga yordam so'rashib biz keldik, mana tashrif buyurdik, xudo xolasa. Hammamizni jichcha bo'lsa ham qissamiz tegib qolsin, iltimos, mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Unga bunga aka-ukalarimga jo'natib beringlar. Musofir yurtlardan juda ko'p bizni kuzatib turganlar bor. Saxovat pesh aka-ukalarimga mana shu video yetib borsin. Hozir opamni o'zidan ham eshitasizlar. O'zimning mehribonlarim, bilaman sizlar befarq qolmaysizlar bu videoga. Uka, hammaga yordamingiz ko'p tegadi, Abdulloh deb. Ular meni bir hafta bo'lmasa ham bir 5 kundan beri telefon qiladi. Vaqt bo'lmasa mana endi tashrif buyurdik. Azizlar, xo'p, qisqaroq qilamiz. Bu ayamiz o'zlari 60 yoshda ekan, yaqinda 60 ga kiraman deyapti. Hozir 205 kilo vest ekan. Juda ham ko'p kasal deyapti. Revmatizm ekan, o'zi sahrli diabet, sahr ekan, jigarida narusheniya bor ekan, qornlari mana shu meni oldimgacha kelib qolgan, qorni ishib ketgan, oyoqlarida apuq bor, yura olmaydi. Qo'pol qilib aytganda hojatni ham shu yerda qilinyapti ekan. Ikkita farzandlari bor, bir kuyovdan kelib qolgan qizlari bor ekan. O'g'li bor, o'g'lini ham necha oyoqlari og'riydi ekan, biror mashinasini taksi qilib, Matiz biror arendaga olib taksi qiladi ekan. Xo'p, azizlarim, kelinglar 5 so'mmi, 10 so'mmi, 100 so'mmi qo'lingizdan kelmaydigan bo'lsa, mana shu videoni iloji boricha WhatsApp guruhlariga, unga bunga tarqatib berib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Asha ehson qilaman deb egasini istab o'tirgan aka-ukalarimga yetib borsin, opa-singillarimga. Nimaga deganda, mashinlar egasi ekan, men o'tirgan uyi ham o'zi ijarada o'tirishibdi ekan. Har oyiga 5000 so'mdan to'laymiz, har 31-slo kuni kelganda bezillab turibmiz deyapti. Shu kasal bilan 6 yildan beri o'zi ovora bo'ladi ekan. 6 yildan beri birovdan bir yordam so'ramagan edim, uka deyapti. Bir yil so'rashga majbur bo'ldim deyapti. O'g'illari ham, qiz nevarasi bor ekan. Ular ham rosa ming hijolat bilan sizlarga mana shu videoni chiqarishga majbur bo'ldik. Assalomu alaykum. Aziz birodarlar. Olti yildan beri men kasal bilan ovoraman. Oldin birovdan yordam so'ramay davolanib yurdim. Serdechiy astmam bor edi. 6 oyga ham yetolmasdim, komaga tushib qolardim. Lecheniya qildirishardi. Endi bolalarimni dadasi bugun mana 2 yil bo'ldi, o'tib qoldi. O'tgandan beri bir yo'li qiyin ahvolda bo'lib qoldik. Vaqt kelsa kvartiraga pul bergani qiynalib, kislorodga dori ham qo'shgani ilojimiz bo'lmay qoldi. Qarzga kirib ketdik, undan foydasi bo'lgan. Sahra bo'lib qoldim. Revmatizm ham, jigarim. Sizlardan iltimos, yordam beringlar. Yordam so'ramay desam, kvartirada o'tiraman. Sizlarim, bu xolajonimizni Turkiyaga jo'natish uchun 20 ming dollar kerak ekan, borib kelish yo'l kiralari bilan hisoblashibdi. Polni biz qog'ozlarni o'qidik, sizlarga videoga ommaga chiqishdan oldin undan surishtirdik. Ha, rostdan shular egasi ekan azizlarim. 20 ming dollar yig'ish uchun sizlarga M-Bank, Kompanion telefon nomerlarini aytaman, shunga привязанный bo'lgan ekan. Musofir yurtdan solaman desanglar, bilasizlar, Kompanionga solsanglar bo'ladi. Bo'lmasa, Megacomiga 7-chi qilib solib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar, xo'p, nomerlarni yozamiz, M-Banklarini 0222 bilan 04 11 88, qaytaraman, 0222 bilan 04 11 88. Bu M-Bank ekan, o'zini qizlari bo'ladi ekan, Saida K deb chiqadi ekan. Xo'p, Kompanionda 0755 bilan 0755 bilan. Bu ham xuddi takji 04 11 88. Bu Kompanion bo'lyapti. Bu ham Saida K deb chiqadi ekan. Kelinglar, befarq bo'lmanglar. Mana shu ayam rosa bizga yig'lab berdi. O'zimizdan ko'zimizdan yosh chiqib ketdi, operatorim bilan yashashni xohlayman deyapti. Bolalarim nima qiladi deyapti. Bitta uy joyli bo'lguncha yashab qo'yay deyapti. Ko'p kvartiralarga borsa, yoshlarda o'zingizlar ham juda yaxshi bilasizlar, ijaraga uyga qo'ymaydi. Shuni hisobiga bu ayam mana shu uyli joyli qilguncha jichcha bo'lsa ham yashagim kelyapti deb juda yig'lab berdi. Xo'p, o'zim ko'zim bilan kelib, qo'lim bilan beraman desanglar, Qirg'iziston O'sh shahri O'nadirda, Sariq Astanovkada shu aytilgan raqamlarga telefon qilib kelsanglar, qizlari, farzandlari sizlarni chiqib kutib oladi. O'zingizlar kirib, ko'rib, sharoit ko'rib ham bera olasizlar azizlarim, ehsoninglar.